Bu videoda Baraka ilovasidan qanday tez va oson ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. App Store yoki Google Play qidiruv maydoniga Baraka deb yozing va yuklab olish tugmasini bosing. Ilova qurilmangizga o'rnatilgach, uni oching. Ro'yxatdan o'tish uchun pasportingiz seriyasi va raqamini yoki 14 xonali JSH raqamini kiriting. Tug'ilgan kuningiz, oyingiz va yilingizni belgilang. Amaldagi telefon raqamingizni to'liq formatda kiriting. Pastdagi ommaviy oferta ketakchasiga belgi qo'ying va keyingi tugmasini bosing. IXMA tomonidan telefon raqamingizga yuborilgan SMS tasdiqlash kodini kiriting. Yuzingizni belgilangan maydon ichiga tushiring. Maydon yashil bo'lganda shaxsingiz tasdiqlanadi. Shaxsingiz tasdiqlangandan so'ng boshlash tugmasini bosing. Ilova uchun murakkab parol olib toping va pastdagi ketakchaga uni takroran kiriting. Yangi parolingiz kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. 8 belgidan biri bitta bosh harf va bitta maxsus belgi bo'lishi shart. Ilovaga tez kirish uchun 4 xonali pin kod o'rnating va uni takrorlang. Ma'lumotlarni tekshiring va xush kelibsiz xonasidagi kirish tugmasini bosing. Endi JSH va yaratgan parolingizni kiritib, kirish tugmasini bosing. Kirish uchun telefonga kelgan so'nggi SMS kodni kiriting va ilovadan foydalanishni boshlang. Tabriklaymiz, siz Baraka ilovasidan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz va endi undan to'liq foydalanishingiz mumkin.